Bu reels sizni boshingizni og'ritmaydi, asabingizni buzmaydi va qaysidir ma'noda sizni yashashga motivingizni oshiradi. Oramizda yaxshi insonlar borligi haqida gapirmoqchiman va o'tgan hafta Qizlar akademiyasida biz marafon o'tkazdik. Qizlarni kasb-hunarga yo'naltirishga qaratilgan marafon. Shu marafonda 6 ta mentor, ya'ni shu sohaning eng zo'r mutaxassislariga taklif bilan chiqdim. Qizlarni kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha maslahat bering, o'z bosib o'tgan yo'lni aytib bering, nima qilish kerak, qanaqa qilib sevimli kasb topish kerak degan savollarga o'zingiz joyli javob bering, qizlar savollariga javob bo'lsin degan vaqtim. Mana shu oramizda bor bo'lgan qahramon qizlarimiz, turli sohaning eng yetakchi mutaxassislari hech qanaqa nima deydi, o'ylab o'tirmasdan yordam berish ishtiyoqida ekanligini, hattoki bu bilimlarni bepulga taqdim etishga tayyor ekanligini aytishdi va bu beg'araz ko'mak necha minglab qizlarning hayotini o'zgartirishi va bitta qizning to'g'ri qaror qabul qilib sevimli kasbini topishiga xizmat qildida va juda ham ko'p ijobiy fikrlarni oldik. Bugun jamoamiz bilan kichkinagina sovg'alar tayyorlab, mana shu yaxshi insonlarni e'tirof etib, yaxshi insonlar oramizda bor ekanligini, ular haqiqiy qahramon ekanligini ana shu reels orqali aytib, odamlarni ko'proq yaxshi amallar qilishga, tasavvurda o'zimiz bilan o'tirib olishimizga, ularga o'xshashga harakat qilishimiz uchun mana shu reelsni yozyapmiz va rahmat sizlarga bizga ko'mak berganingiz uchun. Rahmat sizlarga ayol qizlarimizni to'g'ri kasb tanlashlariga ko'maklashganingiz uchun.